Eng xavfli odam yiqilgan odam emas. Eng xavfli odam yiqilganini tan ololmaydigan odam. Chunki u yerda og'riqning o'zi muammo bo'lmay qoladi. Muammo singan kibr o'zini qanday himoya qilishni boshlashida. Seni rad etishdi, tashlab ketishdi, xiyonat qilishdi, ishing yurishmadi, obro'yingga tegishdi. Kecha seni izlagan odam bugun xabaringni ham ochmayapti. Va sen buni oddiy yo'qotish deb o'ylaysanmi? Yo'q. Kulgilisi ham shu. Sen ko'pincha odamni yo'qotganing uchun emas, o'sha odam yonida kim bo'lib ko'ringaningni yo'qotganing uchun azoblanasan. Mana senga yiqilgan farishta. U yerda yotibdi, mag'lub. Lekin yuziga qara. Bu taslim bo'lgan mavjudotning yuzi emas. Nigohida alam bor, g'azab bor, tahqirlangan g'urur bor. Eng muhimi esa bitta xavfli savol bor. Qanday qilib bu men bilan sodir bo'ldi? Tanish tuyuldimi? Karl Jung nuqtai nazaridan insonning eng og'ir ruhiy inqirozlaridan biri aynan shu yerda boshlanishi mumkin. Hayot sen haqingdagi chiroyli hikoyang bilan hisoblashmay qo'yadi. Sen o'zingni kuchli deb bilgansan, seni sindirishadi. Sevimli deb bilgansan, seni tashlab ketishadi. Kerakli deb bilgansan, sensiz ham bemalol yashashayotganini ko'rasan. Aqlli deb bilgansan, ahmoqona qaror qilasan. Yaxshi inson ekaningga ishongansan, keyin o'zingdagi hasadni, nazorat istagini, qasos xohishini yoki zaiflikni ko'rib qolasan. Ana endi tomosha boshlanadi, chunki ego haqiqatni yaxshi ko'rmaydi. Ego o'ziga qulay hikoyani yaxshi ko'radi. Shuning uchun rad etilganingda miyang darhol sud zalini ochadi. Sen ham jabrlanuvchi, ham prokuror, ham sudyasan. Hukm esa oldindan tayyor. U aybdor. U noshukur. U meni tushunmadi. Odamlar yomon. Dunyo adolatsiz. Qanday qulay. Faqat bitta odamni sudga chaqirish esdan chiqadi. O'zingni. Jungning individuatsiya g'oyasi aynan mana shu noqulay eshik oldida turadi. Individuatsiya o'zingni hammadan zo'r deb his qilish emas. Men uyg'ondim, boshqalar hali uxlayapti degan yangi kibr ham emas. Bu eski niqoblaring birin-ketin ishlamay qolganda ularsiz kim ekaningni ko'rishga jur'at qilishdir. Va ba'zan buning boshlanishi g'alaba emas. Avval farishtan yiqiladi. Mana shu yerda ko'pchilik bir xato qiladi. Ular yiqilganidan keyin o'zini anglashga emas, eski mavqeini qaytarishga urinadi. Seni tashlab ketgan odam qaytishini xohlaysan. Nega? Uni sevganing uchunmi? Balki. Lekin har doim ham emas. Ba'zan sen uning qaytishini faqat bitta narsani isbotlash uchun xohlaysan. Ko'rdingmi? Baribir meni tanlading. Bu sevgi emas. Bu jarohatlangan egoning g'alaba talab qilishi. Seni rad etgan odam pushaymon bo'lishini tasavvur qilasan. Seni mensimagan odam bir kun kelib sening qadringni tushunishini kutasan. Muvaffaqiyatga erishib eski tanishlaringga kimni yo'qotganlarini ko'rsatishni xohlaysan. Tashqaridan bu motivatsiyaga o'xshaydi. Ichkarida esa juda oddiy savdolashuv ketmoqda. Men yetarlicha kuchli bo'lsam, kechagi tahqirni bekor qila olamanmi? Yo'q. Kecha bo'lgan narsani hech qanday yangi mashina, pul, chiroyli tana, lavozim yoki boshqa inson bekor qilmaydi. Faqat sen unga bo'lgan munosabatingni o'zgartira olasan. Mana shu nuqtada Jungning fikri yoqimsiz tus oladi. Chunki endi hikoyadagi yovuz odamni tahlil qilish yetmaydi. Endi sen nega aynan shu voqea oldida bunchalik parchalanganingni ko'rishing kerak. Nega uning ketishi sening qadriyat hissingga aylandi? Nega birovning yo'q degani ichingda sen hech kimsan degan hukmga aylandi? Nega bitta xiyonat butun insoniyatga nisbatan ishonchsizlik tug'dirdi? Nega bir mag'lubiyatdan keyin o'zingni butunlay muvaffaqiyatsiz deb e'lon qilding?
Mana shu savollar yoqmaydi. Chunki javoblarning bir qismi boshqa odamlarda emas, senda. Yiqilgan farishtaning nigohini yana tasavvur qil. Undagi g'azabning tagida faqat mag'lubiyat yotmaydi. U yerda tahqirlangan buyuklik hissi ham bor. Men bunga loyiq emasdim. Inson ham aynan shu jumla bilan o'zini zaharlashi mumkin. Chunki hayot sening o'zing haqingdagi fikringga qarzdor emas. Sen yaxshi bo'lishing mumkin. Baribir seni tark etishadi. Sen sodiq bo'lishing mumkin. Baribir xiyonatga uchrashing mumkin. Sen aqlli bo'lishing mumkin. Baribir yutqazasan. Sen kuchli bo'lishing mumkin. Baribir tiz cho'kadigan kun keladi. Individuatsiya esa shu haqiqatni eshitib, unda men hech kim emas ekanman deyish emas. Aksincha, demak men o'zim haqimda yaratgan obrazdan kattaroq ekanman deyishdir. Lekin mana shu nuqtadan keyin yana bir tuzoq bor. Juda chiroyli, juda zamonaviy va juda kulgili tuzoq. Sen jarohatingni kuch deb atay boshlaysan. Menga endi hech kim kerak emas. Men hech kimga ishonmayman. Endi meni hech kim ranjita olmaydi. Qanday ajoyib. Tabriklayman. Sen davolanmading. Sen shunchaki qalbing atrofiga beton qo'yib unga yetuklik deb nom berding. Odamlar bilan masofa saqlash ba'zan kerak. Chegara qo'yish ham kerak. Lekin qo'rquvdan qurilgan devorni chegara deb atash o'zingni aldashning nafis shakli. Agar bir odamning xiyonatidan keyin hammani gumon qilsang, xiyonat qilgan inson hayotingdan ketgan bo'lsa ham, uning ta'siri ichingda qolgan. Agar bir marta rad etilganingdan keyin boshqa hech kimga yaqinlashmasang, seni rad etgan odam hali ham qarorlaringga ta'sir qilmoqda. Faqat endi unga telefon kerak emas. U sening ichingda bepul yashayapti. Yung uchun insonning ichki butunlik sari borishi yoqimli tasdiqlar yig'ishdan iborat emas. Sen o'zing haqingdagi faqat chiroyli narsalarni qabul qilib, qolganini podvalga tashlab qo'ya olmaysan. Hasad qilasanmi? Tan ol. Nazorat qilishni xohlaysanmi? Ko'r. Qasos haqida o'ylaysanmi? O'zingga yolg'on gapirma. Birovning muvaffaqiyatsizligi ichingda yashirin zavq uyg'otdimi? Darhol men yaxshi odamman degan niqob ortiga yugurma. Bu hissiyotlarning mavjudligi seni avtomatik ravishda yomon odam qilmaydi. Lekin ularni tan olmaslik seni xavfli qilishi mumkin. Chunki tan olinmagan hissiyot yo'qolib ketmaydi. U boshqa kiyim kiyadi. Hasad adolat bo'lib ko'rinadi. Qasos haqiqatni aytishga aylanadi. Nazorat men faqat qayg'uryapman degan gap bilan bezatiladi. Qo'rquv esa menga baribir niqobini taqadi. Eng qiziq joyi shu. Inson ko'pincha boshqalarga emas, avvalo o'ziga aktyorlik qiladi. Shuning uchun individuatsiya romantik jarayon emas. Bu ichki sudda advokatingni ishdan bo'shatishga o'xshaydi. Endi har bir qilmishing uchun bahona topib beradigan ovoz yo'q. Faqat sen bor va faktlar. Balki seni chindan ham xafa qilishgandir. Balki senga nisbatan adolatsizlik bo'lgandir. Individuatsiya buni inkor etmaydi. U faqat boshqa savol beradi. Endi sen bu og'riq bilan kimga aylanasan? Mana shu savol yiqilgan farishtani oddiy mag'lubiyat tasviridan psixologik oynaga aylantiradi. Chunki yiqilish xarakteringni tugatmaydi. U uni fosh qiladi. Shuning uchun ba'zan sening eng katta ruhiy burilishing hayoting nihoyat yaxshi ketayotgan paytda emas, aksincha, o'zing haqingdagi ertakni davom ettira olmay qolganingda boshlanadi. O'sha paytda sening oldingda ikki yo'l qoladi. Birinchisi oson, achchiqlan, aybdor top. O'zingni qurbon deb e'lon qil, hammani bir xil deb hisobla va keyin bu holatni hayotni tushunib yetdim deb bezat. Ikkinchisi esa ancha og'ir. O'zingga qara. Ha, aynan o'zingga. Seni tashlab ketishgan bo'lishi mumkin. Lekin nega sen o'z qadringni birovning qolishiga bog'lagansan?
Senga xiyonat qilishgan bo'lishi mumkin. Lekin nega? Endi boshqa bir inson kechagi odamning jinoyati uchun javob berishi kerak. Seni kamsitishgan bo'lishi mumkin. Lekin nega? Sening keyingi 10 yiling o'sha odamga nimanidir isbotlash uchun sarflanishi kerak. Bu savollar yoqimli emas. Lekin haqiqatning vazifasi seni erkalatish emas. Individuatsiya shu yerda boshqa ma'no kasb etadi. Sen ideal odamga aylanmaysan. Aksincha, ideal odam bo'lish majburiyatidan chiqishni boshlaysan. O'zingdagi qarama-qarshiliklarni ko'ra olasan. Mehribon bo'lib turib, g'azablanishing mumkin. Kuchli bo'lib turib, qo'rqishing mumkin. Aqlli bo'lib turib, ahmoqlik qilishing mumkin. Birovni sevib turib, undan uzoqlashishing mumkin. Butunlik nuqsonsizlik emas. Butunlik o'zing haqingdagi noqulay faktlarni ham bu ham men deb ko'ra olish. Shunda g'alati narsa sodir bo'ladi. Seni rad etgan odamning hukmi avvalgidek kuchli bo'lmay qoladi, chunki sen endi uning ko'zidan o'zingni aniqlashga urinmayapsan. Kimdir seni maqtasa osmonga uchmaysan. Kimdir mensimasa yer tagiga kirmaysan. Kimdir qolsa o'zingni qimmatli deb e'lon qilmaysan. Kimdir ketsa o'zingni keraksiz deb hukm qilmaysan. Mana shu erkinlik. Va u juda sokin ko'rinadi. Unda dramatik qasos yo'q. Bir kun kelib meni yo'qotganingni tushunasan degan bolalarcha fantaziya ham yo'q. Sen hech kimning pushaymon bo'lishini kutmay qo'yasan. Chunki nihoyat tushunasan. Sening hayoting boshqa odamning kechikkan afsusiga bog'liq loyiha emas. Yiqilgan farishta hali ham yerda yotishi mumkin. Lekin endi savol uning qachon yana osmonga chiqishida emas. Savol u yiqilgandan keyin o'z g'azabiga qul bo'ladimi yoki nihoyat o'zini ko'ra boshlaydimi? Va mana oxirgi hazil. Sen balki shu vaqtgacha tiklanish deganda eski holatingga qaytishni tushungandirsan. Eski sen nega? Aynan o'sha eski sen shu yerga kelib qolmadimi? O'sha sen sevgini tasdiq bilan adashtirgan bo'lishi mumkin. O'sha sen birovning e'tiborini o'z qadringning o'lchoviga aylantirgandir. O'sha sen rad etilishni oddiy yo'q sifatida emas, shaxsiy haqorat sifatida qabul qilgandir. O'sha sen kuchli ko'rinish uchun hislarini yashirgandir. Balki o'sha sen o'zini boshqalarning ko'zida ko'rib, keyin ular yuzini bo'rishi bilan ichidan qulab tushgandir. Endi esa sen o'sha odamni qaytarishni xohlaysanmi? Yo'q. Ba'zi inqirozlarning vazifasi seni avvalgi holatingga qaytarish emas. Ular qaytib boradigan joying qolmaganini ko'rsatadi. Mana shu individuatsiyaning shafqatsiz tomoni. U senga yangi niqob bermaydi. U eskilarini birma-bir olib tashlaydi. Men doim kuchliman. Yo'q. Men hech kimga muhtoj emasman. Yolg'on. Men har doim haqman. Albatta yo'q. Meni tark etgan odam bir kun albatta pushaymon bo'ladi. Balki bo'lar. Balki umrining oxirigacha seni eslamas. Ana shu oxirgisi og'ridimi? Yaxshi. Demak, hali biror narsani uning pushaymoniga bog'lab turibsan. Haqiqiy ozodlik seni xafa qilgan odam azob chekkanida kelmaydi. U seni tushunganida ham emas. Uzr so'raganida ham emas. Haqiqiy ozodlik uning ichki dunyosida sen haqingda nima sodir bo'lishidan qat'i nazar sening hayoting davom eta boshlaganida keladi. Shunda yiqilgan farishta boshqa ma'no oladi. U endi qulash haqida emas. U qulagandan keyingi tanlov haqida. Sen alamni shaxsiyatingga aylantirishing mumkin. Odamlarni jazolashing, sovuqlashishing, hammani gumon qilishing, o'zingni boshqalardan yuqori qo'yishing mumkin. Va bularning hammasini men kuchli bo'ldim degan chiroyli jumla bilan yopishing mumkin. Yoki ancha qiyin ishni qilasan. O'zingni aldamaysan. G'azabingni ko'rasan. Kibringni ko'rasan. Qo'rquvingni tan olasan.
xatolaringni boshqa odamlarning xatolari orasiga yashirmaysan. Senga qilingan adolatsizlikni ham inkor etmaysan va bularning barchasini bir inson ichida ushlab turishni o'rganasan. Mana shu butunlik. Shuning uchun savol, kim seni yiqitdi emas. Bu juda oson savol. Haqiqiy savol boshqa. Yiqilganingdan keyin kimga aylanyapsan? Chunki ayrim odamlar yiqilgach dono bo'ladi. Ayrimlari esa shunchaki zaharli. Farqni yiqilish emas, undan keyin o'zing bilan nima qilganing belgilaydi.